Efirda Toshkent viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid yangiliklardan iborat Fursat informatsion dasturining navbatdagi soni. Viloyat hududidagi so'nggi voqealar taqdimoti bilan studiyada Fayziddin Muhiddinov. Assalomu alaykum. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasida aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlarini o'tkazish to'g'risida Prezident farmoni qabul qilingan edi. Unga ko'ra, respublikamizda 2026-yil 15-yanvar, 28-fevral kunlari aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari o'tkazilishi belgilangan. Ro'yxatga olish 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich 15-31 kunlari o'tkazilib, 17 kun davomida fuqarolar census.stat.uz sayti orqali OneID tizimi yordamida onlayn ro'yxatdan o'tish imkoniga ega bo'ladilar. Bu qulay, tez va zamonaviy usul bo'lib, aholiga uydan chiqmasdan ro'yxatdan o'tish imkonini beradi. Dastlab elektron tarzda ro'yxatdan o'tiladi, so'ngra an'anaviy xonadonma-xonadon, uyma-uy yurilgan tarzda ro'yxatdan o'tish amalga oshiriladi. Bizga elektron tarzda ro'yxatdan o'tish nima beradi degan savol tug'iladi o'z-o'zidan. Bu bir qancha xodimlarni vaqtini va shu bilan birga mablag'larni tejashi bilan ahamiyatlidir. Sababi biz ro'yxatdan agar onlayn tarzda o'tsak, bu tez, shaffof va oson kechadi. Deylik, uzog'i bilan 15 yo 20 daqiqada mana shu har bir inson o'zini xonadoni, qishloq xo'jaligi, uydagi tomorqasi, daraxtlari, qolaversa o'sha xonadondagi oila a'zolarini bir muddatda elektron tarzda ro'yxatdan o'tkazib beradi. Ikkinchi bosqichda esa 4-28-fevral kunlari mahalliy yettiligi a'zolari uyma-uy yurib, planshetlar orqali ro'yxatga olish jarayonini amalga oshiradi. Bu bosqichda har bir xonadonga borilib, shaxsiy ma'lumotlar aniqlanadi. Bugun ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri aholini ro'yxatdan o'tkazish ehtiyoji nega yuzaga keldi va bu nima uchun muhim? Ro'yxat natijalari davlatga aholining haqiqiy soni va tarkibi haqida aniq tasavvur beradi. Yangi ish o'rinlari, maktablar, shifoxonalar va infratuzilmalarni rejalashtirishda asos bo'ladi. Qishloq xo'jaligi resurslarini to'g'ri taqsimlash imkoni yaratiladi. 2026-yil 15-yanvar soat 00:00 dan O'zbekistonda aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olishning onlayn bosqichi boshlandi. Ushbu tadbirlarda Nurafshon TV telekanali, Toshkent viloyati teleradio kanali a'zolari ham faollik bilan ishtirok etyapti. Aynan bu bizga nimaga kerak degan savol tug'ilishi mumkin. Aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish tadbirlari rivojlangan mamlakatlarning barchasida har 5 yilda yo bo'lmasa har 10 yilda o'tkaziladi. Bu esa mamlakatni demografik jarayonlarni boshqarish hamda aholini shahar va qishloq joylarda yashashi, ularga yaratilayotgan sharoitlar va kelajakda iqtisodiy strategiyani belgilashda juda muhim hisoblanadi. Shuningdek, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, salkam 40 millionga qarab ketayotgan aholini ularga qanday xizmat ko'rsatish va ularga kerakli maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarni barpo etish, o'quv muassasalarini tashkil etish, umuman olganda O'zbekiston Respublikasini kelgusidagi rivojlanishi va taraqqiyotini belgilab beruvchi muhim voqea sifatida qarashimiz kerak va qabul qilishimiz kerak. Onlayn ro'yxatdan o'tish uchun avvalo fuqarolar OneID tizimida identifikatsiyadan o'tadi. Shundan so'ng census.stat.uz portali orqali onlayn ro'yxatdan o'tishni amalga oshiradi. Bu jarayonda xorijda bo'lgan vatandoshlarimiz faol ishtirok etib, onlayn ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Vatan tinchligi va yurt osoyishtaligini ta'minlash yo'lida fidokorona xizmat qilayotgan mard va jasur himoyachilarni ulug'lash hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Toshkent viloyatida tantanali tadbir tashkil etildi. Bayram dasturida bugungi kunda yurt sarhadlarini sergaklik bilan qo'riqlayotgan harbiy xizmatchilar mehnatini e'tirof etish bilan birgalikda Vatan ozodligi yo'lida jon fido qilgan qahramonlar xotirasi ham chuqur ehtirom bilan yod etildi.
Bayram munosabati bilan davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qilish organlari xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq xizmat faoliyatida yuksak natijalarga erishgan, vatanga sadoqat va fidoyilik namunasini ko'rsatgan bir guruh harbiylar davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Bugungi tashkil etilgan tadbirimizda ham bugun Zulfiya ona haykali yoniga bugun barcha tashkilotlar tomonidan gullar qo'yilishlari va viloyat hokimimiz bunda bosh bo'lishlari juda katta e'tibor, bugungi bayramga e'tibor deb bemalol aytsak bo'ladi. Aynan bizga berilayotgan imkoniyatlardan, e'tiborlardan biz yoshlar, biz vatan himoyachilari, bo'lajak vatan himoyachilari juda xursandmiz. Bugungi kunda vatanimizni qo'riqlayotgan askarlar, mudofaa bo'limidagilar barchani bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tadbir davomida vatan himoyachilarining mashaqqatli ammo sharafli mehnati, ularning xalq tinchligi va yurt barqarorligidagi beqiyos o'rni yana bir bor ta'kidlandi. Bu kabi tadbirlar esa yosh avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Aynan bugungi tadbirimizda vatanimizni himoya qilayotgan askarlar, bundan tashqari vatanimiz uchun jon fido qilgan qahramonlarni ham yodga olmoqdamiz. Biz askarlar bizga qaratilayotgan e'tibordan juda ham xursandmiz. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha harbiy xizmatchilarni chin qalbimdan tabriklayman. Uchrashuvlar davomida yurtimizda qurolli kuchlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, harbiy xizmatchilarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish, ularning xizmat va yashash sharoitini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ham alohida to'xtalib o'tildi. Olmaliq shahrida Vatan himoyachilari kuni va vatanparvarlik oyligi doirasida keng ko'lamli tantanali tadbir tashkil etildi. Milliy armiya ona yurt qalqoni tinchlik posboni shiori ostida o'tkazilgan ushbu tadbir yurt himoyachilariga bo'lgan yuksak hurmat va ehtiromning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Tadbir davomida bugungi tinch va osoyishta hayotning qadr-qimmati, vatanga sadoqat, el yurt oldidagi farzandlik burchi haqida atroflicha so'z yuritildi. Ayniqsa, hozirgi kunda dunyoda murakkab geosiyosiy vaziyat kuchayib borayotgan bir pallada yurt tinchligini asrash, davlat sarhadlarini mustahkam himoya qilish har bir fuqaroning muqaddas burchi ekani alohida ta'kidlandi. Prezidentimiz ta'biri bilan aytganda, kim va qaysi soha vakili bo'lishimizdan qat'iy nazar har birimiz avvalo vatan himoyachisi ekanimizni chuqur anglashimiz zarur. Harbiy sohada olib borilayotgan islohotlar natijasida keyingi yillarda mamlakatimizning davlat xavfsizligi va barqarorligi, sarhadlarimiz daxlsizligini ta'minlashda taktik va strategik vazifalarni samarali hal etishga qodir, zamonaviy, har tomonlama puxta qurollangan professional armiya shakllandi. Yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, milliy armiyamizni moddiy texnik bazasini mustahkamlash, mudofaa sanoatini zamonga mos tarzda modernizatsiya qilish, harbiy xizmatchilar va ularning oilasi uchun munosib sharoit yaratish borasida ishlar jadal olib borilmoqda. Tantanali marosimda vatan ravnaqi, yurt osoyishtaligi yo'lida fidokorona xizmat qilgan, yigitlik burchini namunali ado etib kelayotgan askar va ofitserlar Toshkent viloyati hokimi Zoir Mirzayev tomonidan munosib taqdirlandi. Ularning jasorati, mas'uliyatli mehnati yuksak e'tirof etilib, faxriy yorliqlar hamda esdalik sovg'alari topshirildi. Bu kabi e'tibor yoshlar qalbida harbiy kasbga bo'lgan qiziqishni oshirish, vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Hozirgi kundagi yosh harbiy xizmatchilarimiz, muddatli harbiy xizmatchilarimizga rahbariyat tomonidan juda ham katta imkoniyatlar, sharoitlar, qulayliklar yaratib berilyapti. Nima deyishimiz mumkin? Bu imkoniyatlar yoshlarimizni yanada o'sha vatanni himoya qilishga, uni ulug'lashga, o'sha o'z xizmat burchiga fidokorona yondashishlariga, fidoyi bo'lishlariga juda ham bir turtki bo'ladi, motivatsiya bo'ladi deb o'ylaymiz. Bu o'tkazilayotgan tadbir nafaqat yoshlarga va bizga ham juda bir katta kayfiyat, ruh ulashdi deb o'ylayman. Bayram tadbiri davomida sahna chiqishlari, vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar va musiqiy kompozitsiyalar namoyish etildi. Ijodiy chiqishlarda ona yurtga muhabbat, tinchlikning bebaho ne'mat ekani, milliy armiyamizning qudrati va salohiyati tarannum etildi. Bu chiqishlar tadbir ishtirokchilariga ko'tarinki kayfiyat ulashib, bayramona ruhni yanada yuksaltirdi. Bugun viloyat hokimligi tomonidan berilgan yuksak e'tirof
Men uchun bu katta sharaf va mas'uliyat deb hisoblayman. Bu mukofot vatan tinchligi, yurt ravnaqi yo'lida sidqidildan mehnat qilayotgan barcha ayollar uchun bildirilgan ishonch va e'tibor deb qabul qildim. Chunki bugungi kunda ayollarimiz nafaqat oila tayanchi, balki yurt tinchligi, vatan himoyasi yo'lida matonat bilan, mas'uliyat bilan xizmat qilib kelishmoqda. Bo'lib o'tgan ushbu tadbir nafaqat bayram sifatida, balki vatan himoyachilariga bo'lgan hurmat va e'tiborni mustahkamlash, yosh avlodni ona yurtga sadoqat ruhida tarbiyalash yo'lida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlar jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olmoqda. Ayniqsa davlat boshqaruv tizimini takomillashtirish, qonun ustuvorligini ta'minlash hamda aholiga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Ushbu masalalar O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida aniq maqsad va vazifalar bilan ifodalangan bo'lib, bugun hududlarda ushbu murojaatnomaning mazmun mohiyati fuqarolarimiz tomonidan keng muhokama qilinmoqda. Shu bilan birgalikda Respublika ishchi guruhi tomonidan Toshkent viloyatining qator tuman shaharlarida targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilyapti. Ushbu jarayonda Prezident murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilangan ustuvor vazifalarning mazmuni keng jamoatchilikka yetkazilmoqda. Dastavval mas'ullar Nurafshon shahrida yig'ilib, guruhlarga bo'lingan holda ma'naviyat karvoni sifatida shahar va tuman mahallalariga yo'l oldi. Uchrashuv Bo'stonliq tumanidagi Uyinkulsoy mahalla fuqarolar yig'inida tashkil etildi. Ochiq muloqotda tuman hokimi tomonidan hududda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, mahalla infratuzilmasini yaxshilash, aholi muammolarini hal etish borasida olib borilayotgan ishlar yuzasidan ma'lumot berildi. Shuningdek, soha mutaxassislari tomonidan Prezident murojaatnomasining maqsadi, unda belgilangan vazifalar jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati keng yoritildi. Nuroniylar, keksalar hamda yoshlar ishtirokida ushbu tadbir bo'lib o'tmoqda. Tadbirda murojaatnomaning shunchaki hujjat emasligi, bu bizning baxtimiz, ertangi kunimiz kafolati ekanligi tushuntirilmoqda. Ushbu murojaatnomada keltirilgan barcha vazifalar aynan O'zbekiston xalqiga ertangi kafolati ekanligi va barchamiz mas'ul ekanligimizni bildirib beradi va ushbu murojaatnomadan kelib chiqib, ular ertangi kunga yanada ishonchi ortgan hamda ushbu murojaatnomadan o'zlariga yaxshi xulosalarni qilishgan. Murojaatnomada qayd etilganidek, aholi daromadlarining oshib borishi hamda xorijiy turistlar oqimining yil sayin ko'payishi kelgusi 5 yil davomida oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabni qariyb 1,5 barobarga oshiradi. Shu bois qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini hozirgi 40 milliard dollardan 60 milliard dollarga yetkazish strategik maqsad sifatida belgilangan. Ushbu ustuvor vazifalar ochiq muloqot chog'ida ham alohida ta'kidlab o'tildi. Prezidentimiz ilg'or tajribalarni aytib o'tdiki, bu tajribalar ayniqsa yurtimiz rivojlanib kelayotgan yangi O'zbekistonning yangi bosqichga ko'tarishda har bir fuqaromizning o'rni borligi, bunda mahallalarda mahalla yoshlarini, nuroniylarning o'rni nihoyatda kattaligi va ayniqsa fuqarolarimizni ertangi bugun ishonchini ko'rsatgan yaqqol namoyon bo'lib kelmoqda. Tuman hokimi boshchiligida bo'lib o'tgan tadbirda ham fuqarolarimiz faol qatnashdi. Bu tadbirda haqiqatan ham Prezidentimiz murojaatnomasi har bir fuqaromiz ongiga yetib bordi. Sababi bu murojaatnomadagi har bir dastur, ustuvor yo'nalishlar va ayniqsa vazifalar har bir fuqaromizni men ham shu vatanga daxldorman, ertangi kunga meni ham bir o'z hissamni qo'shishim kerak degan maqsad bong urdi. Suhbat chog'ida murojaatnomada belgilangan yoshlar masalalari, kelajak avlodni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tashabbuslar haqida ham alohida ma'lumot berildi. Bu murojaatnomada eng asosiysi yoshlarga qaratilgan e'tiborlar. Ya'ni yoshlarimiz bugungi kunda qanday yutuqlarga erishayotganligi yoki bo'lmasam ularga qanday imkoniyat berilayotganligi haqida so'z yuritildi, ya'ni aholiga tushunchalar berildi. Masalan, O'zbekiston 2030 strategiyasida yoshlarga qaratilgan imkoniyatlar. Buni bitta misol sifatida Prezidentimizni 1 million sun'iy intellekt yetakchilari loyihasini yo'lga qo'yish bo'yicha belgilangan topshiriqlar. Bu bo'yicha demak qisqa kurslarda o'quvchilar bepul sun'iy intellekt
proyekt bo'yicha o'zlari o'qib o'rganishlari hamda sertifikatga ega bo'lishlari mumkin. Undan tashqari yoshlarimizni ta'lim sohasiga yoki bo'lmasam sport sohasiga qaratilgan imkoniyatlardan foydalanishi bo'yicha ham tushunchalar berib o'tildi. Vatanimiz ravnaqiga hissa qo'shish uchun harakat qilamiz va buning uchun bor kuchimizni sarflaymiz. Uchrashuv davomida fuqarolar o'z fikr-mulohazalarini bildirib, mahallada so'nggi yillarda amalga oshirilgan obodonlashtirish ishlari, infratuzilma yaxshilangani e'tirof etildi. Shu bilan birga mavjud muammolar bo'yicha savollar berilib, ularga mutasaddilar tomonidan javob olindi. O'tkazilayotgan bunday ochiq muloqotlar murojaatnomada belgilangan vazifalarni aholiga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng muhimi, bu jarayon orqali aholi va davlat idoralari o'rtasida ochiq va samimiy muloqot yo'lga qo'yilmoqda. So'nggi yillarda aholi bandligini ta'minlash va hududlarni iqtisodiy rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, Ohangaron tumani Susan mahallasida aholining tomorqa madaniyatini yuksaltirish, xonadonlarda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash maqsadida seminar o'tkazildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Tadbir Obod mahalla, Obod ko'cha, Obod xonadon konsepsiyasi doirasida tashkil etilib, unda Toshkent davlat agrar universiteti olimlari va qishloq xo'jaligi vazirligi mutaxassislari faol ishtirok etdilar. Seminar jarayonida ishtirokchilarga tomorqa yerlaridan yuqori samaradorlik bilan foydalanish, ixcham va intensiv issiqxonalar barpo etish, ekinlarni biologik va agrotexnik talablar asosida yetishtirish, shuningdek, hosildorlikni oshirishga xizmat qiluvchi innovatsion usullar yuzasidan ilmiy-amaliy tushuntirishlar berildi. Bundan tashqari o'simliklarni parvarishlashda uchraydigan muammolar, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish choralariga alohida e'tibor qaratildi. Amaliy mashg'ulotlar davomida ko'chat ekish texnologiyalari, mevali va manzarali daraxtlarni payvandlashning zamonaviy usullari, tuproq unumdorligini saqlash va yaxshilash, sug'orish tizimlarini to'g'ri tashkil etish bo'yicha ko'rgazmali namoyishlar o'tkazildi. Seminar ishtirokchilari mutaxassislar bilan bevosita muloqot qilish orqali o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar hamda tomorqa xo'jaligini rivojlantirish bo'yicha muhim tavsiyalar bilan tanishdilar. Bugungi kunda Toshkent davlat agrar universitetining professor o'qituvchilari Toshkent viloyat hokimligi bilan hamkorlikda o'sha tomorqa yerlaridan unumli foydalanish va yer egalarini daromadini oshirish bo'yicha bugungi kunda ko'plab tadbirlar amalga oshirilyapti. Dunyo shu darajada bir shiddat bilan rivojlanyapti. Bugungi yangiliklar ertangi kunga bir eskirib qolyapti. Shuning uchun o'sha tomorqadan bir foydalanayotganda ham buni ilmiy o'sha olimlarning tavsiyasi bo'yicha qo'llasa, o'ylaymanki bir yuqori daromad oladi, o'sha kerak bo'lsa o'sha chet elga eksportlar qiladi degan umiddamiz. Bunaqangi tadbirlar ko'p bo'lsa biz olimlarga ham haligi o'sha tomorqa yer egalariga ham bir yaxshi natija bo'ladi va O'zbekistonimiz o'sha prezidentimiz aytganday qishloq xo'jaligi xodimlarini o'sha yalpi daromadi $4 million oshadi. Seminar aholi bandligini ta'minlash, oilaviy daromad manbalarini kengaytirish, qishloqlarda agrar madaniyatini yuksaltirish hamda mahalla infratuzilmasini yanada obod etishga xizmat qilish bilan alohida ahamiyat kasb etdi. Kelgusida ham bunday ilmiy amaliy tadbirlarning muntazam o'tkazilishi aholining qishloq xo'jaligi bo'yicha bilimlarini rivojlantirish, mahallalarda obodlik va farovonlikni yanada mustahkamlashga zamin yaratadi. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 34 yilligi hamda 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan yurtimizning barcha hududlarida Milliy armiya, ona yurt qalqoni, tinchligimiz posboni shiori ostida tantanali tadbirlar o'tkazilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Toshkent viloyatining Bekobod shahrida ham bo'lib o'tdi. Tadbirda harbiy xizmatchilar, davlat va jamoat tashkilotlari vakillari, yoshlar hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Bayram tadbiri qurolli kuchlar safida xizmat qilayotgan askar va ofitserlarning saf ko'riklari hamda harbiy amaliy chiqishlari bilan boshlandi. Unda harbiy xizmatchilar o'zlarining jangovar tayyorgarligi, jismoniy va kasbiy mahoratini namoyon etdilar. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondonining sa'y-harakatlari bilan so'nggi yillarda armiyamizning qiyofasi tubdan o'zgardi. Jangovar salohiyati, harbiy xizmatchilarning bilim darajasi, harbiy xizmatchilarga yaratilgan shart-sharoitlar, ularning ijtimoiy himoyasi yaxshilanib bormoqda. Bu tadbirdan ko'zlangan maqsad yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni kelajakda komil inson bo'lib yetishishda to'g'ri yo'lni ko'rsatishdan iborat. Vatan himoyachisi bo'lish bu yurtga sadoqat, xalq tinchligi uchun mas'uliyat va fidoyilik demakdir. Yurt sarhadlarida xizmat qilayotgan harbiylar qalbida shukronalik mujassam.
Yurtboshimiz tomoniga harbiylarga har tomonlama imkoniyatlar yaratilgan bo'lib, harbiy xizmatchilarning oilalariga, bolalariga imtiyozlar, uy-joy bilan ta'minlanishlar, barchasi biz harbiy xizmatchilar uchun topshirilyapti. Mana biz shunday sharoitlarga yashaganimizdan va shunday sharoitlarda oilamiz tinch, osoyishta turganidan biz juda ham mamnunmiz. Sharoitlarni qadrlagan holda vatanimizga, prezidentimizga sadoqat bilan xizmat qilishga va'da beramiz. Tadbir doirasida ishtirokchilar harbiy texnika va zamonaviy qurol aslahalar ko'rgazmasi bilan yaqindan tanishdilar. Ushbu ko'rgazma yoshlar uchun harbiy xizmatning sharafli va mas'uliyatli ekanligini yana bir bor anglashga xizmat qiladi. Bekobod shahrida o'tkazilgan Vatan himoyachilari kuni tadbiri yurtimiz tinchligi va osoyishtaligini ta'minlash yo'lida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarga bo'lgan yuksak hurmat va ehtiromning yorqin ifodasiga aylandi. Oliy bosh qo'mondonimiz tomonidan jasorat medalini taqdirlaganman. Xizmat davomida davlat chegarasidan olib o'tilgan narkotik moddalarni ushlash jarayonida ushlaganligimiz uchun, arzimas xizmatimiz uchun shu jasorat medalini taqdirlangan. Bu sohada faoliyat olgandan faxrlanaman. Davlat chegarasi ishonchli qo'llarda qo'riqlashda hamisha charchamaslik va doirak bo'lishga va'da beramiz. Tinchlik bu so'z zamirda yurt va vatanga muhabbatni qalbiga joy etgan, tunu kun fidokorona xizmat qilayotgan harbiylarning mashaqqatli mehnati mujassam. Bir so'z bilan aytganda tinch va osoyishta kechayotgan har bir kun ko'zga ko'rinmas jasoratdir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasida belgilab berilgan ustuvor vazifalar ijrosini ta'minlash, uning mazmun mohiyati va ahamiyatini aholiga yetkazish maqsadida tegishli ishchi guruhlardan iborat ma'naviyat karvoni Toshkent viloyati bo'ylab yo'lga tushdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Nurafshon shahrida yig'ilgan ishchi guruh oldindan belgilangan hududlar bo'yicha tuman va shaharlarga yo'l oldi. Ularning asosiy vazifasi davlat rahbarining murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasining mazmunini keng jamoatchilikka yetkazish, shuningdek aholini qiynayotgan masalalarni o'rganishdan iborat bo'ldi. Olmaliq shahriga yo'l olgan ishchi guruh hududdagi 80-maktab internatda aholi bilan ochiq muloqot o'tkazdi. 11 ta ishchi guruh tashkil qilinib, ushbu 20 ta tuman shaharlarga yuborildi. Aynan 7-ishchi guruh Toshkent viloyati Olmaliq shahri hamda Ohangaron shahriga biriktirilgan bo'lib, bugungi kunda aholimizga mana shu prezidentimizning murojaatnomasi hamda O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha aholiga xalqchil tilda tushuntirish maqsadida ma'naviyat karvoni bugungi kunda joylarga chiqib ketishdi. Aynan shahar hokimi, shahar prokurori, shahar ichki ishlar boshlig'i hamda soliq sektor rahbarlari demak bevosita fuqarolarni qiynab kelayotgan masalalarni murojaati bo'yicha ularni eshitdi. Xalqimizni qiynab kelayotgan masalalarni, muammolarni yechimi bo'yicha ish olib borish maqsadida ushbu ishchi guruh ish faoliyatini davom ettiradi. Suhbat davomida iqtisodiyotning o'sishi, mahallalarni rivojlantirish, tuman byudjetining moliyaviy mustaqilligi, mahalla infratuzilmasi va shaharsozlik, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, investitsiya siyosati, sanoat hamda raqamli startaplar bo'yicha prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan ustuvor vazifalar yuzasidan tushuntirishlar berildi. Shundan so'ng fuqarolar o'zlarini qiynab kelayotgan ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa dolzarb masalalar bo'yicha murojaatlarini bildirdi. Qizimga bola nafaqasi chiqmayapti. 2 oydan beri onlayn topshiryapmiz. Bola nafaqasi chiqmayapti. Shu masala bo'yicha yordam berishlaringizni so'rardim. Tushunarli. Mana hozir mahallada ijtimoiy xizmat xodimi bor. Mana viloyatdan muhayba kelgan ijtimoiy xodim hozir birgalikda sizning murojaatingizni yozib olishadi. Qonun doirasida ko'rib chiqilib, sizning masalangizni tegishli tartibda yechib berishadi. Xo'pmi? Ochiq muloqot tarzida o'tgan uchrashuvda aholi tomonidan bildirilgan murojaatlar ishchi guruh tomonidan o'rganilib, mas'ul tashkilotlarga yo'naltirildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti murojaatnomasida belgilangan vazifalarni aholiga yetkazish maqsadida yo'lga chiqqan ma'naviyat karvoni kelgusi 5 yillikdagi rejalarimizni hayotga tatbiq etishda muhim mexanizmdir. 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan Ohangaron tumani prokuraturasi tomonidan 3 avlod uchrashuvi tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz sohada mehnat qilgan faxriylar va yoshlar ishtirokidagi ma'naviy ma'rifiy tadbirdan tayyorlangan.
Uch avlod uchrashuvi ma'naviy meros, mas'uliyatli kelajak sari qadam. Yurtimizda milliy qadriyatlarni asrab avaylash, avlodlar o'rtasida uzviylikni mustahkamlash hamda yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida uch avlod uchrashuvi tashkil etildi. Mazkur uchrashuvda nuroniylar, harbiy xizmatchilar va yoshlar bir davrada jam bo'lib, hayotiy tajriba, mas'uliyat va burch tushunchalari haqida fikr almashdilar. 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni munosabati bilan uch avlod uchrashuvi o'tkazildi. Tuman hokimligi va hamkorlikda o'tkazilmoqda ushbu tadbir. Biz harbiylar ham ishtirok etmoqdamiz. Tadbir ko'tarinki ruhda o'tkazilmoqda. Tadbir davomida voyaga yetgan o'quvchi yoshlarimiz uchun ichki ishlar bo'limlari tomonidan fuqarolik pasportlari topshirildi. Yoshlarimiz juda ham xursand. Ushbu fursatdan foydalanib 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni munosabatidan butun respublikamiz fuqarolarini tabriklab qolamiz. Bayram hammaga muborak bo'lsin. Uchrashuv davomida yoshlarga davlat va jamiyat oldidagi mas'uliyat, qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lish hamda fuqarolik burchini chuqur anglash zarurligi haqida atroflicha tushunchalar berildi. Nuroniylar o'zlarining boy hayotiy tajribalari, sabr-toqat va mehnat orqali erishilgan yutuqlari haqida so'zlab berdilar. Harbiy xizmatchilar esa yoshlarga intizom, mas'uliyat, jismoniy va ma'naviy tayyorgarlik muhimligi borasida amaliy maslahatlar berdilar hamda o'z xizmat faoliyatidan misollar keltirib, yoshlarni qat'iyatli bo'lishga undadilar. Bunday uchrashuvlar jamiyatimizda avlodlar o'rtasidagi mustahkam ko'prikni barpo etishga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Xavfsiz xonadon tinch va osoyishta hayot garovidir. Mamlakatimizda joriy yilning 1-yanvar sanasidan 30-yanvariga qadar o'tkazilayotgan Xavfsiz xonadon oyligi doirasidagi tadbirlarda aynan shu jihatga alohida e'tibor qaratilmoqda. Oylik doirasida Angren shahrida ham profilaktik ishlar keng ko'lamda olib borilyapti. Angren shahrida oylik doirasidagi tadbirlar favqulodda vaziyatlar bo'limi mutaxassislari hamda hamkor tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Mahallalarda xonadonbay va ko'chabay yurib profilaktik ko'riklar o'tkazildi. Xonadonlarga kirilgan holda isitish pechlari va mo'rilarning texnik holati, elektr sim va kabellarning sozligi o'rganildi. Aholiga nostandart isitish moslamalaridan foydalanishning xavfli oqibatlari haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, yurtdoshlarimizga is gazi, yong'in va chaqnash xavfi bo'yicha eslatma hamda bukletlar tarqatildi. Profilaktika ishlari faqat uy-joylarda emas, balki jamoat joylarida ham davom ettirildi. Xususan, mutaxassislar tomonidan ovqatlanish maskanlarida yong'in xavfsizligi talablari nazorat qilindi. Qurilish obyektlarida esa qurilish jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, me'yor va talablarning bajarilishi yuzasidan nazorat ishlari amalga oshirildi. O'tkazilayotgan ushbu chora-tadbirlar aholining hushyorligi va mas'uliyatini oshirish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda har bir xonadonning xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Dasturimiz davom etadi. So'nggi yillarda yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularning salohiyatini ro'yobga chiqarish maqsadida ko'plab qarorlar qabul qilinib, qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Hozirgi lavhamizda mazmunli ta'til loyihasi asosida bo'lib o'tgan kibersport bellashuvlari haqida so'z boradi. Mamlakatimiz aholisining katta qismini tashkil etuvchi yoshlarni ilg'or metodikalar asosida o'qitish, ularda vatanparvarlik ruhini kuchaytirish, har tomonlama yetuk va komil inson etib tarbiyalash, shuningdek, zamonaviy kreativ fikrlashga o'rgatish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sanaladi. Shu maqsadda ular o'rtasida turli tanlov, musobaqalar tashkil etilib, kelajak avlod vakillarining bor salohiyatini ro'yobga chiqarishga katta ahamiyat berilmoqda. Jumladan, Toshkent tumanida o'quvchi yoshlar o'rtasida kibersport musobaqasi tashkil etildi. Bellashuvlar jamoaviy va yakka tartibda o'tkazilib, bunda yoshlardan tezkorlik, kreativ fikrlash, chaqqonlik va jamoaviy ruhni saqlash talab etildi. Murosasiz kechgan bahslarda kibersportchilar vaziyatga to'g'ri baho berish, pozitsiyalarni vaqtida egallash, jamoaviy harakatlanish kabi ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Bu kabi musobaqalarning muntazam o'tkazilishi yoshlarda axborot texnologiyalari kabi zamonaviy kasblarga mehr uyg'otishda asosiy omil bo'lib xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir. Nurafshon TV telekanali orqali efirga uzatilayotgan Fursat informatsion dasturining navbatdagi sonidan o'rin olgan xabar va lavhalar shulardan iborat edi. Eslatib o'tamiz, telekanal ijodkorlari viloyat aholisidan kelib tushgan murojaatlarni befarq qoldirmaydi. Agar sizni qiynayotgan masala bo'lsa, ijtimoiy tarmoq orqali quyidagi manzilga murojaat qilishingiz mumkin. Ijodiy jamoamiz holatni o'rganib chiqib, tegishli mutasaddilarga yo'naltiradi. Toshkent viloyatida sodir bo'layotgan jarayonlarni biz bilan birga kuzatib boring. E'tibor uchun tashakkur, xayr, salomat bo'ling.